1 metr 2,5 million so'mdan bo'lgan haytlik fasondagi ashyoviy belimiz. Mana o'rnatdik 3 metr joyga. Moyka shushurka bonus qilib berdik. Hamda uy egasiga hadyamiz bor edi. Mana bu kitobni hadya qildik. O'zingni baxtli his etsang, kambag'al bo'lish uyat emas. O'zingni baxtli his qilsang, kambag'al bo'lish uyat emas. Asarni aytishi mumkin bo'lgan falsafani bittasi bu. Chingiz Aytmatov, bizni Tog'aymurod va Yuyxo hammasi bir stol atrofida o'tirib bu asarni yozishganday tasavvur qoldirdi. O'qilishi juda yengil, tez, to'xtagani qo'ymaydi. Chunsheng jasadga to'la daladan yurib borar ekan, nihoyatda toliqqani